Xitay virusi vahiməsidə ötüyotqan Ramazanğa əlaqədar bəzi ahkamlar. Doktor Abdülaziz Rəhmətullah. Bu yazma Tənrıtağ köşəsində 2020 yılı 4-cü ayının 24-cü günü elan qılınğan. Bütün həmdu sanalar ibadət qılışqa layiq bolğan Haqq Subhanahu və Taala'ğa bolsun. Bütün dünyaga rəhmət qılıb əvətilgən axırqı peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmgə və qiyamətə qədər onunğa əgəşkənlərgə ali ehtiram və salamlar bolsun. Xitay virusi vəhim salğan mövcud ahvalda Ramazan və təravih əlaqədar məsələlər toğrusunda bizgə bəzi suallar gəlgən bolub, bu suallara qarta tövəndikidək ixcham bir şəkildə şər'i cavab verildi. Birinci, doktorlar roza tutuş salomatlikka ziyonliq deb qaramagan hər bir musulmon safar ustida bo'lmasala Ramazan rozasini tutishi farz. Tutalaydigan bo'lsa, Xitoy virusi sababli roza tutmaslikqa ruxsat yo'q. Doktorlar roza tutmasin degan bemorlar Ramazonda roza tutmay saqayganda o'rniga tutib olsa bo'ladi. Saqayib ketolmaydiganlar bir kunga qarta beriladigan fidya bir miskinni to'yg'izishdir. Fidyani 15 lira atrofida bekitish muvofiq. Fidyani cho'qim Ramazon ichida beradi. Ramazonning beshida yoki oxirida bir oylik fidyani bir haqqa berib o'tsimi bo'ladi. Ikkinchi, doktorxonada virusdan davolanayotganlar rozaga niyat qilgan taqdirda o'kul salsa kuchli qarashda barliq o'kullar muskulga bo'lamdi yoki tomirga bo'lamdi, g'izo xarakterlik o'kul bo'lamdi yoki dori xarakterlik o'kul bo'lamdi, rozani buzmaydi. Chunki bular odatda ig'iz orqali badanga kirmaydi. Lekin ba'zi olimlar glukozni buningdan mustasno qilib, rozani sundirdi degan. Dori ichsa albatta rozani sundirdi. Shundaqdimi bemorlarga ig'iz ichish ruxsati bor. Yana o'kul rozani sundirdi degan qarashim bo'lg'achqa, saqib qo'pqandan keyin qazosini tutib olgani afzal. Uchinchi, masjid jamilarda jamoat namozi o'qish imkoniyati bo'lmaganlikdan tarovih namozini uyda o'qishga bo'ladi. Tarovihni uyda o'qishmi sunnat. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tarovihni uyda o'qigan. Tarovihni uyda yolg'iz o'qishmi bo'ladi. Jamoat bo'lib o'qish afzal. Jamoatga er kishi imom bo'ladi. Sabiylar va ayollar iqtido qiladi. Imomning orqada erlar, ularning orqada sabiylar, ularning orqada ayollar saf tuzaydi. O'rin tor bo'lsa, erlar va sabiy bolalar imomning o'ng va so'l yonida tursimi bo'ladi. To'rtinchi, uyda mayli farz yoki nafla yoki tarovih namozlarida erlar qizlarga yoki ayollarga iqtido qilsa bo'lmaydiganligi olimlar orasida ittifoq masala. Sabiylarga iqtido qilsa bo'ladi. Er kishi bo'lmay faqat ayollarla bo'lsa, farz namozda bo'lsin, tarovihga o'xshash sunnat va nafl namozlarda bo'lsin, ayollardan biri imom bo'lsa bo'ladi. Yolg'iz o'qishimi bo'ladi. Jamoat bilan o'qish afzal. Ayollarmi unli qiroat bilan o'qiladigan namozlarni unli o'qiydi. Agar mahramlaridan boshqa yot er kishining ovozini anglaydigan bo'lsa, pastroq ovozda o'qiydi. 5. Qur'on takrorlash va xatmi qilish uchun tarovihda luqma silish masalasida qiz ayol imomga iqtido qilgan ayollar luqma solsa bo'ladi. Erlar ayol imomga luqma silib yordam qilmoqchi bo'lsa, iqtido qilmay namozning sirtidan luqma solsa bo'ladi. 6. Tarovihni uyda o'qiganda agar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'qigandek qiyomni, rukuni, sajdani favqulodda uzun qilib o'qiy olsa, 8 rakatdan ortiq o'qishga vaqt chiqmaydi. Undaq o'qishga kishilar bardosh qilolmaydigan bo'lg'achqa, rakat sonini ko'paytirib, vitr bilan qo'shib 23 yoki 13 yoki 11 rakat o'qishmi bo'ladi. Chunki rakat soniga chek qo'yilmagan. 7. Tarovihni uyda o'qiganda agar ko'p oyatni yod o'qiy olmaydigan namozxon Qur'onni ko'tarib turib Qur'onga qarab o'qisa, namozi imom Abu Hanifaning qarshida buzilib ketadi. Chunki bu ko'tarish, bat o'rish va ilib qo'yish qatorliq ko'p harakat qilgan bo'ladi. Yana o'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yish, sajdaga qarab turishdek ba'zi sunnatlarni ado qilmagandan sirt xushuga ta'sir etadi. Ba'zi olimlarning qarshida namozi buzilmagan bilan makruh bo'ladi. Yana bir qism olimlarning qarshida makruh bo'lmaydi. To'g'risi Qur'onga qarab o'qimay yo uzunroq qiroat qila oladiganlarga iqtido qilib o'qish yoki o'zi bilgan surlarni o'qib qisqa bo'lsa-mu rakat sonini ko'p o'qish, uzunroq qiroat qilay deganlar necha sura yod bilsa, o'zi bilgan surlarni bir rakatga jamlab o'qisa, hatto bir surni bir rakatda takrorlasa yoki birinchi rakatda o'qiganini ikkinchi rakatda qaytalab o'qisa bo'ladi. Buning bilan maqsad sunnatga muvofiq ado bo'ladi. Shunga namozni Qur'onga qaramay o'qigan tuzuk. 8. Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofda o'tirish ta'kidlangan sunnatdir. Xitoy virusi sababli uyda e'tikofda o'tirsa bo'lmaydi.
Chunki e'tikof jamoat namoz o'qiladigan masjid, jamilarda ro'za tutgan holatda muqim turishdan iboratdir. Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofda o'tirish ta'kidlangan sunnatdir. E'tikofda masjid bo'lishi shartdir. Alloh taolo Baqara surasi 187-oyatda mundaq deydi: Sizlar masjidda e'tikofda o'tirgan chog'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar. Bu oyatda e'tikofda o'tirish uchun masjid shart ekanligi ko'rsatadi. Payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning e'tikoflariga nazar solsak, faqat masjidda e'tikofda o'tirganligini, uyda yoki boshqa joyda e'tikofda o'tirgan ahvolning yo'qligini ko'rib ola olamiz. Ayollarning namoz o'qish afzal bo'lgan joyi uy bo'lg'achqa, qizlar yoki tul ayollar yoki eri ruxsat qilgan, uyda ko'p ishi yo'q ayollar uyda odatda namoz o'qiydigan joyda e'tikofda o'tiradi. Bu ayollarning masjidi hisoblanadi. Ular e'tikofda o'tirganda bu yerdan ayrilmay o'tirish kerak bo'ladi. Navoda uyda namoz o'qiydigan muayyan bir joy bo'lmasa, uyda e'tikofda o'tirsa bo'lmaydi. 9. Hit namozining hukmi olimlardan kelgan bir qarashda sunnati muakkada, bir qarashda vojib, bir qarashda farz kifoya. Lekin vojib degan qarash dalil jihatdan kuchlik. Hit namozi juma vojib bo'lgan kishilarga vojib bo'ladi. Hit namoziga azon takbiri aytilmaydi. Hit namozini hitning birinchi kuni choshgohdan, ya'ni kun ko'tarilgandan boshlab kun tiklashgan qadar bo'lgan aralıqda o'qish lozim. Choshgoh vaqti kun chiqib 20 minut o'tgandan keyin boshlanib, peshingacha, ya'ni kun qayrilg'uchi bo'lib, jamoat bo'lib vaqtida masjid jamilarda yoki maydonlarda o'qish Xitoy virusi sababli vujudga chiqmaydigan bo'lsa, mushu vaqt ichida yolg'iz yoki jamoat bo'lib uyda o'qib olsa, vaqtida ado qilgan bo'ladi. Er kishi bo'lmagan uylarda ayollar yolg'iz yoki jamoat bo'lib o'qishi bo'ladi. 10. Hit namozining o'qilishi usuli odatdagi namozlardan farqli holda mundoq o'qiladi. Imom kishilarga 2 rakat namoz o'qib beradi. Quloq yiqish takbirdan keyin yana 3 takbir aytadi. Ondan sura Fatiha o'qib bo'lgandan keyin yana bir sura o'qiydi. Ondan takbir aytib ruku qiladi. Ikkinchi rakatga turganda bevosita qiroat kirib ketadi. Qiroatni unlik o'qiydi. Ondan 3 takbir aytib bo'lgandan keyin yana bir takbir aytib rukuga tushadi. Artıq 3 takbirlarda qo'lni ko'taradi. Namozdan keyin jumadagiga o'xshash o'ttirda bir o'ltirib o'tib, 2 xutba so'zlaydi. Navoda xutbasini o'qiy olmasa-mu namoz ado bo'laveradi. Chunki xutba shart emas. 11. Hit namozini hitning birinchi kuni choshgohdan peshingacha o'qiy olmaganlar peshindan keyin o'qimay ertasi deganda qazosini qiladi. Qazosini qancha rakat o'qiydi? Qoidasi bo'yicha 2 rakat o'qsa-mu, peshindak 4 rakat o'qsa-mu bo'ladi. 12. Ro'za hit namozini uyda o'qigan ahvolda-mu, ro'za hit kuni hit namozini o'qishdan burun mustahab va sunnat bo'lgan tuvandagi ishlarni unutib qolmaslik kerak. Yuyinish, misvak ishiltish, eng yaxshi kiyimlarni kiyish, xushbo'y narsalarni ishiltish, xurmo yoki shunga o'xshash tatliq turumlarga ig'iz tegish, fitr sadiqasini namozdan burun tekkizish. Bu munosabat bilan Sajiya Islom tadqiqot markazi muajiratdagi barliq Sharq Turkistonlik musulmonlarni uyda muqim o'tirib o'tkazish oldi turayotgan Ramazonni taat ibodat, ilm ilish, Qur'on o'rganish va o'gitish bilan o'tkazishga gunoh ma'siyatdan tavba qilib, boshqalarning haqqini qaytarib, mazlum bichora xalqimizning qutulishi uchun duoda bo'lishga chaqiradi. Janobi Alloh butun musulmonlarni bu vavodan salomat qilg'ay. Hijriya 1441 yili, milodiya 2020 yili, Ramazonning 1-kuni Istanbul.